biz 24 kuni biz Madina, Dubay, Toshkentni uchib ketmoqchi edik. Bir sabab bo'lib qolib ketishga majbur bo'ldik. Mana bu qolib ketishimiz ham bizga bir alhamdulillah juda bir fazilatli bo'ldi. Madinaga yana qaytdik. Mana alhamdulillah 3-4 kundan beri turibmiz. Allohga shukr. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ravzalarida kirishga Alloh nasib qildi. Mana alhamdulillah Allohga shukr. Mana biz nihoyatda xursandmizki, biz xafa bo'lish boshida bir xafa bo'ldik, lekin xafa bo'lishimizga bu noto'g'ri xafa bo'lgan ekanmiz. Mana Bilal Travel'ga kelganmiz biz. Bilal Travel'da ishchilardan jiddiy xafa bo'ldi, lekin xafa bo'ladigan ish emas ekan, chunki ular ham bu yerda aybi yo'q. Sababi bizni Alloh subhanahu va taolo bir sabab qoldirib, shu yerda ibodat qilishimizga bir yo'l ochdi. Alhamdulillah mana ravzaga kelib, ruxsatnomani olib, mana ikkinchi bor kirishimizga Alloh nasib qildi. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Shu Bilal Travel'dagilarga ham, shu barcha shu yerda xizmat qilayotganlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Bular ham shu guruhni olib kelib ziyorat qildirish maqsadi. Bu masalan bir odamni qiynash, bir nima qilish emas. Bu faqat bir sabab bo'ldi xolos bizga. 4 kishi, 5 kishi qoldik, lekin alhamdulillah qiynalganimiz yo'q. Lekin Allohga shukr, mana juda ham bir xursandmizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ravzalarga kirdik. Allohning bergan ne'matiga shukr qilishimiz kerakki, biz uchun bu baxt, biz uchun bu omad. Alloh hamd sanolar bo'lsin. Barchalarimizni shu yerlarda ziyorat qilishga, Ka'batullohlarga borib ziyorat qilishga Alloh nasib qilsa hammamizga, hammamiz salomat bo'laylik. Alloh hammamizga rozi bo'lsin.